Qiyomatda birinchi bo'lib ibodatlarning ichida so'raladigan amal bu namoz dedik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bandani ustidagi farz namozlarda bir kamchilik bo'lsa, Alloh taolo nafl namozlari bormi qaranglar deydi. Bo'lsa shular bilan to'ldiriladi. Namozi bo'lmagan odamni boshqa amalga qaralmaydi. Sadaqasi-yu, jihoti-yu, hajji-yu, ota-onasiga qilgan yaxshiligi. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajr va savoblarga ega bo'lasiz. Vassalamu. Qur'on o'qimoqchimisiz? Ham arabcha, ham kirilcha Qur'oni Karim. Namoz o'qishni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, ajoyib ustoz namozlari. Yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, ushbu go'zal sovg'alar. 500 xildan ortiq islomiy go'zal to'plamlar. Shu qatorda arabcha, kirilcha Qur'on kitoblari, tag qismida joy namoz, elektronika toshli tasbehlari hamda zamzam suv mushkamlarlarigacha mavjud. Asosiysi ushbu mahsulotlarimizni Rossiya hamda O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishni tavsiya qilamiz. Zakaz berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarimiz barcha shaharlar bo'ylab mavjud. O'zing aniq bilmagan narsaga ergashma. Chunki quloq, ko'z, dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lar. Qiyomat kuni javob beradi. Xatoda aytadi. Ko'rmagan narsani ko'rdim dema, eshitmagan narsani eshitdim dema, bilmagan narsani bildim dema. Chunki Alloh taolo mana shu gaplaring haqida ham qiyomatda so'roq savolga tutadi seni. Yaxshi jim tur. Chunki sukut saqlagan odamga deydi ulamolar 7000 ta foyda bor deydi. Jim turgan odamning ustida 7000 ta foydaga erishayotganligi bor. Lekin bilmaydi bu narsani. Aqida haqida so'ralyapti, ibodat haqida so'ralyapti, endi bandalar haqida. Mana ibodat xususida. Qiyomatda birinchi bo'lib ibodatlarning ichida so'raladigan amal bu namoz dedik. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bandani ustidagi farz namozlarda bir kamchilik bo'lsa, Alloh taolo nafl namozlari bormi qaranglar deydi. Bo'lsa shular bilan to'ldiriladi. Namozi bo'lmagan odamni boshqa amalga qaralmaydi. Sadaqasi-yu, jihoti-yu, hajji-yu, ota-onasiga qilgan yaxshiligi. Agar namozi bo'lmaydigan bo'lsa. Hisobni turlari haqida. Imom Buxoriy keltirgan sahih hadisda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: qaysi bir banda, men diqqat qilib turaylik, mana hisob kitob, so'roq savol deyapmiz-ku. Biz o'ylamaylik. Meni nimaga qilding? Meni nima qilding deb Alloh taolo so'ramaydi. Bizni taroziga qo'yib o'lchamayapti hali. Payg'ambarimiz aytayaptilarki, qaysi bir bandani amallari hisob kitob qilgani qo'yilsa, bu banda albatta halok bo'ladi. Agar hisob kitob qilinsanglar, hammalar halok bo'lasizlar dedi. Oysha onamiz, "Ya Rasululloh, axir kimni kitobi o'ng qo'lidan berilsa